Qizlajonlar, ona qizim bilan bugun biz medoviy tayyorladik. Домашний medoviy. Judayam mazali, judayam ishib chiqdi. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Hozir yumshoqligini ham vilka yordamida kesamiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Zo'r. Bu chimsaga 6 ta tuxum kerak bo'ladi. Oqini sarig'idan ajratmasdan idishga solib olib, yaxshilab mikser qilamiz 4-5 daqiqa. 4-5 daqiqa mikser qilib olganimizdan so'ng 2 piyola shakarni oz-ozdan solib, yanada yaxshilab mikser qilamiz. Taxminiy hisobda 5 daqiqacha mikser qilganman. Shundan so'ng 1 osh qoshiq chayni suvdagi ozgina uksus solib o'ldirib olib, yuqoridagi massaga solib yana mikser qilamiz. Bu massamiz tayyor bo'ldi. Endi tavaga 1 piyola shakar, 1 piyola suv solib, qiyom holatiga kelguncha yaxshilab aralashtirib tayyorlab olamiz. Tutab ketganiga ahamiyat bermanglar, o'zi shunaqa bo'ladi. Qaranglar, keyin 400 gram margarin solib, ustidan 1 choy qoshiq chayni suvda solamiz va yuqoridagi ikkita massani birlashtirib, xamir holatiga yuqoridagi mana xamir holatiga kelgunga qadar tayyorlab olamiz va xolodilnikka 2 soatga jo'natamiz. 2 soatdan so'ng xamirlarimizni olib, o'zingizga kerakli formada yoyasizlar. Men dumaloq forma qildim bu safar. Yoyib olib, duxovkada taxminan 10-15 daqiqa davomida pishirib olamiz. Hamma mana 4 qator bo'lib chiqdi. Sizlar ham shu 4 qatori ketma-ketlikda krem qilib taxlab, ustidan mana men yong'oq bilan bezatdim bu safar. Juda ham mazali, juda ham воздушный, yumshoq bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman.